şirin çüş. Can hem nigar süpsüzük osmon Süngü bar kupkuru emas bu cihan Yüz açar hem nigar süpsüzük osmon Şirin çüş İgiz gökten uçkan kuş Nerede tattım söygüdün gel yanımda kayıp çüş Şirin çüş İgiz gökten uçkan kuş Nerede tattım süygüdün gel yanımga haydi çüş Köngüldün köngülge yol bolsun ravan Dünyada yalnızlığın hali bek yaman Mehirden sevgiden tapaylı derman Menzilge yeteyli kalmasın arman Mehirden sevgiden tapaylı derman Menzilge yeteyli kalmasın arman Şirin çüş İgiz gökten uçkan kuş Medet tattım söygüdün gel yanımda kayıp çüş Şirin çüş İgiz gökten uçkan kuş Medet tattım söygüdün gel yanımda kayıp çüş Halis niyat, halislar şirin ishlar. Mehr muhabbat qalblar şirin ishlar. Şirin ishlarning reallikdagi sahnasi şirin ishlar. Assalomu alaykum, naq maydonlik tomoshabinlar va shohlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Ixlos kasbiy taraqqiy chekish sherifini alayni qo'llagan, sabiylar kasbiy taraqqiy chekish sherifini alayni talab qilgan. Ixlos şirin ish programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Şehir programmasi televiziya stansiyasi bilan LB madaniyat tarqatish chekish sherifini birlashib ishlaydigan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil ish usulidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzusi uchun maydon hozirlash va shohlar ahamiyatli orzu, ahamiyatli g'oyalar uchun yordam berish maqsad qilingan programma. Korxonchilarning taraqqiyoti xalqning qo'lishi va shohlar yaxshi mahsulotni barliq keladi, taraqqiyotga erishadi. Xalqdan elib, xalqqa yetkazish har bir korxonchilarningki bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati va shohlar eng yorqin jilasi hamda iste'molchilarning umididir. Shirin ish programmasiga shirin ish orzularini amalga oshirish uchun qo'llarini sunib, mehr bilan uzatgan barliq korxonchilarga program gruppasidan va shohlar barliq maylanamdan alayda tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programmasiga alayda qatnashgan aziz mehmonlardan Abnum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi Azat Sultan apandi qarshi olamiz. Abnum rayonlik millatlar din ishlari komiteti qadimiy asarlar tadqiqot ishxonasi Munavvar Habibulloh xonim qarshi olamiz. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, korxonchilarni bir tanishtirib o'tsam, Shinjong Sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish sherifisining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi qarshi olamiz. Shinjong Abida biopatexnik taraqqiyot chekish sherifisining lider yordamchisi Ablat Yasin apandi qarshi olamiz. Urumchi Mag'rib suv chekish sherifisining miros kiyimchiligining muavin mudir direktori Turg'unjon Tursun apandi qarshi olamiz. Shinjong Bug'da doktorxonasining davolash boshqarish bo'limi nazoratchisi Abduqodir Mishd apandi qarshi olamiz. Shinjong Tabassum xalqaro suv chekish sherifisining lideri Yusufjon To'xta apandi qarshi olamiz. Shinjong Longbo mablag' selish guruhi chekish sherifisining bosh direktori Habibulloh Salay apandi qarshi olamiz. Shinjong Sadoqat biopatexnika taraqqiyot chekish sherkiti, Shinjong Sadoqat Uyg'ur tibobat dorigarlik chekish sherkiti, Shinjong Sadoqat bio xalqaroliq savdo chekish sherkitining bosh direktori Muhammad Tursun Hikim apandi qarshi olamiz.
Şinjan Hüsnügül Soru Çek Şirketi'nin baş direktörü Yasircan Muhammed Efendi'yi karşı alımız. Şinjan İhsan Mayçılık Çek Şirketi'nin Bazar Uçur bölümünün Nurali Eshar Efendi'yi karşı alımız. Şinjan Intel Kəsbi Texnik Tərbiyələş Məktubu ve Şinjan Intel Mədəniyyət Tarixçi Şirketi'nin kurgucusu Abdullah Abdullah Efendi'yi karşı alımız. Karvan Toru'nun baş məsulü Lutfullah Asad Efendi'yi karşı alımız. Əmanlarının izgət bilə basan qarımılağı mərhaba. Xoş qadirli görmələr, növbətdə şeir uçuş proqramısı rəsmi halda başladı. Qənadaqlı səhnimizdə Şəmsiyə Əbeydullah. Şirin uçuş, İngiliz gökten uçtan kuş. Məbət tapdım söygürdüm, gəl yanımda qayıtıb cüş. Şirin uçuş, şirin uçuş. Assalamu alaykum, naqliraniki qadrli tamaşachi do'stlar. Assalomu alaykum, naqliraniki qadrli tamaşachi do'stlar. Assalomu alaykum, ekranli televizorga do'stlar. Hammalarga qutlug' salom. Şəmsiyə Əbeydullah. Mehrli qalblardan muhabbət izləb kelganlar üçün, shundaqla mehrlik bag'rini ichib kelganlar üçün hazırlangan Şirin Çüş programımızga qadam tashrif qilganlarni chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Tövəndə proqramımızın qoidasini tushuntirib betaman. Aldı bilan Şirin Çüş egisi sahnimizda mahoratini ko'rsatdi. Ondan ko'pchilikka o'zining Şirin Çüş arzu armonlarini aytib berdi. Undan keyin Şirin Çüş egisi men bilan aziz mehmonlarimiz bilan shundaqla Şirin Çüşlarning madadkori bo'lgan korxonchilarimiz bilan muntishib o'tdi. Bu jarayonda har qaysi korxonchilar bu Şirin Çüş arzu armonlarni ahamiyatga, qimmatga ega deb qarasa va uni qo'llaydiganligini bildirsa, qizg'in qarshi olamiz. Muntishib bo'lgandan keyin Şirin Çüş egisi Çüş markaziga qadam qo'ydi. Bu chaqda bizning naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimiz, shundaqla korxonchilarimiz bilet tashlashni boshlaydi. Har bir korxonchida 10 dan bilet bo'ladi. Bu shunday hisoblaganda jami bilet 260 bo'lib, agar Şirin Çüş egisining bilet soni 210 dan oshsa, undaqda u tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'ya oladi. Ana shularning orasidan bizning ekran oldidagi televizor ko'rguvchilarimiz yonfonda bilet tashlash shakli orqali bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni tanlab chiqdi. Ular ayrim holda 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlandi. Albatta, Şirin Çüşlar uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan kishilarimizni qo'llagan qadrli televizor ko'rguvchilarimizni bo'lsa, Şirin Çüş programma guruhimiz alohida sovg'at bilan tartiblaydi. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Assalom kitobxon. Assalom kitob. Endi biz ruhimizni birdamlik qo'llab hayajonga soladigan narsalarga muhtoj emasmiz. Ruhiyatimizga o'zib, tafakkurimizga quvvat bo'ladigan ilg'or fan texnika orqali o'ylanish, uyg'unishlar bizni oriflik maqomiga yetkazadi. Gerçi sahar quyoshini binova kutib olib, kashda uni shu petichi uzitib qo'yadigan odamlar to'piga ehtiyojli bo'lmasaqmi, ammo o'shundoq odamlar to'pida yashayapmiz. 2015-yilda yashayotgan bo'lsaqmi, maktabga kelsa farzandining qaysi sinfda, qaysi muallimning qo'lida o'qiyotganligini deb bilmaydigan ota-onalar. Pul bergidan pul ololmay o'chrat bo'lib ketadigan qarindoshlarimiz. O'zining ismini o'ngshab yozolmaydigan davrdoshlarimiz. Nadir kitoblarimizni varaqlab ulgurmagan yoshlarimiz texicha mavjudlik tashnoligida. Yangi davrda kitob uchun, ilm va irfon uchun ezgu qadamlar bilan olg'a bosaylik. Bir-biridan esil chiqayotgan bebaho kitoblarim. Endi sen g'eribsinib qolmaysan. Xalqim seni to'ylarimizning to'ridan o'rin olasan. Xayriyat, qoldi gaplarni qarindoshlarimga qoldiray. Sen bilan ko'proq almon bo'lishga nisib qilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Kim bo'lsiz? O'zingizni bir tanishtiraylik. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Kamina Ro'z Muhammad turdi Artushdan hammanglarga chin yurakdan chin salom. 2007-yili Abdumrayning alayda shtat imtihonidan o'tib, Yo'qorg'aga xizmat qilishni tanlab, shu yerga borgan hozir 8 yil bo'ldi. Izchil ingliz til dars o'tib kelyapman. O'qigan darsingizdan kitobga bo'lgan o'tdek muhabbatingizni his qildik. Xo'sh, orzuyingizni alab baqaylik. Mening orzuyim bir jumlaga yig'dim. 2015-yilni qarindoshlarimizning kitob yili qilish
atrofimizda jamiyatda kitob o'qish to'lqini qo'zg'ash, shu orqali qarindoshlarimning ideyasining ilg'or ko'tarilishi uchun tuhfa qo'shish orzuyimni Shirin tush programmasida amalga oshirish uchun mush sahnaga keldim. Siz ko'pchilikka mushu arzu armoningizning hozir degan mazmunlarni ko'pchilikka tavsiya qilmoqchimi yoki qanday shaklda amalga oshirmoqchi bo'lasiz? Mana nurg'ulg'an qarindoshlarimizning tahi ong saviyasining intayin bekin holatda ekanligini his qildim. Endi buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Nurg'ulg'an ota-onalarningki bolalarni o'qitmaydiganligini ko'rib shunchalik echindim. 2011-yil men yetim bolalar kitob fondi deb bir fond qurgan. 3 yil bo'ldi. Bu faoliyatim intayin yaxshi davomlashyapti. Korxonalarning eng oxirgi maqsadi pul tepish emas, balki xalqning umumiy safosining yuqori ko'tarilishi uchun mulozimat qilish. Xalqning umumiy safosi yuqori ko'tarilsa, korxonalarning hayot kuchi urg'iydi. Men bir o'qituvchi, aqartuvchi. Men xalqimning ideyasini yuqori ko'tarsam, madaniyat safosini yuqori ko'tarsam, korxonalar uchun foydali. Bu yer demoqchi o'g'lim, bir tashabbusni hozir o'tirib qo'ydim. Taratqularlik ko'rsatilgandan keyin bu ajab yaxshi tashabbus bo'libdi deb bir qarindishimiz qo'lga kitob olib, ko'proq kitob o'qisa, men bundan suyunaman. Ikkinchi, korxonalarimiz munosabatli o'rinlar bilan hamkorlashib, kitoblarni so'qisa, men oraliqda ko'riklik rol o'ynab, ash kitoblarni ashlarga yetkazib bersam, mening orzuyim amalga oshgan bo'ladi. Baya axborot vositalarida tarqatilgandan keyin dedingiz, bir ish esimga kelib qoldi. Shu Undidor do'stlar chambaragida tarqalayotgan 2015-yilni kitob o'qishini qilaylik degan bir tavsiya, bir mazmunni ko'rib qoldim. İxlasını xalq Mazmunninki yozuvchisimi siz emassiz? Men Uy, po'chi bir xil kulyapti. Men taqirlanib ketdim. taqinib ketdim. Siz shuymi? Onunki endi qisqalamday 2014-yilni men o'zimning kitobchilik qilgan. 2015-yilni kitob o'qish to'lqin qo'ygan. Deb shu bir haftacha o'yinib, 10 material tayyorlab, buni Bag'dash to'g'ri e'lon qildim. Bu tizlam Undidor taqalgandan keyin hozirgacha hamda Undidorda nurg'ulg'an kishilarni qo'llag'uvchilar meni qo'shib olib, kitob e'lon qilganligini bildirdi. Shundoq suyunib, ana ma programmningki uqtirishini anglab, Xinjiang televiziya stansiyasida o'tirib qo'ysam, bu ko'rsatilgandan keyin texmi g'ulg'ul qo'zg'ishi mumkin. Undidorda unchalik g'ulg'ul qo'zg'andan keyin televiziya texmi g'ulg'ul qo'zg'aydi deb mush arzuyimni hamda musha elib keldim. Demak siz ko'pchilikka mushu 2015-yilni kitob o'qish yili qilib bekitishni, 2015-yilda kitob o'qiydigan kishilarning ko'payishini tavsiya qilmoqchi. Shundaqmi? Shundoq. Meningcha, nayt ko'p odam programmamizni ko'rdi, nayt ko'p odam gaplaringizdan ta'sirlandi ham harakatga keldi deb ishonchim bor. Shundaq bo'lganda 2015-yilni hammaylar o'zimizning kitob o'qishini qilaylik. Oğuz Mehmet Turdi Artuş, men depkevatkan bugün deyiş ülgemigen gapni qipti. Hem men özüm uzun bir oylavatkan bir teşebbüsünü uçqaşkarı şundan oturup koyup çık hareketlerde boptu. Bununla da cemiyet mi kızgın avaz koşuptu. Menimce bu nahayet yaxşı bir teşebbüs. Bu tuş emez. Bu çokum reallik aylındığan bir Adamdan ayrılıp kalgan. Şinjan Sanat İnstitut'un tuncu kararlılık mahsusunu bitirip 2008-yılı Ürümçi'de hizmet qilib kalgan. 2009-yılı abamninki put kolu sunup gitip Ulcu qayıdıp kelişke mecbur oldum. Eli bulasılık emgek ictimai kapalatlı ornaylığı hükümet tarafından 3 yıl sugort tapşırıp benim vakitliğim şeyde işlep duruşqa buyuretti. 2012-yılı abam tüye ketkenken naq bir evde bu vaxtıda idare bana muhim bir vazife tapşırdı. Cenab-ı berip oyunu muvaffakiyetli kaldı. Ahırlaştırıp şu idaredeki hizmetdaşlarım ve başka cemiyetinki kızın koluşuğa eriştim.
hozir sharoitni o'ylashgan 3 yillik to'xtamliq ishlab turishni buyurdi. Unda e'tiqodimda shu idoramdan boshqa hech qanday urug' tuqqanim yo'q, qarindoshlarim yo'q, boshqa xo'shalligim yo'q. Aminim bu yerga kelishga maqsadim hargizmi yordam qilinglar, obu qilinglar degan maqsad bo'lmasdan, balki mushu sahnaga chiqish orqali men kasbimni qancha yaxshi ko'rganimni, idoramni qancha yaxshi ko'rganimni, o'sha idoradan boshqa hech qanday bir xo'shalligim, mana shundaqlar bir kapolatlik qilgan o'rnimning yo'qligini shu ekran orqali devolsam deb. Shu arzuyingizni ekran orqali ifodalamoqchi, shundaqmi? Xo'sh, bizningki aziz mehmonlarimiz bu usulchi qizimizning arzu armoniga qanday qardikin anglab boqaylik. Azat ma'lum. Bugun endi Shirin Chush degan mush programmada o'zingizninki mush san'atga bo'lgan muhabbatingizni, idorangizga bo'lgan o'zingizning ixlosingizni ifodaladingiz. Biz bek ta'sirlandik. Bu siz ya bundaq yordam qilinglar, undaq qilinglar demagan bilan siz mushu bugunki mush so'rinda abayqi usulingiz orqali o'zingizning og'zaki bayoningiz orqali hozirgi turmushingizga bo'lgan, hozirgi kasbingizga bo'lgan, hozirgi idora va xizmatdoshlaringizga bo'lgan o'zingizning do'stona mehr muhabbatingizni ifodaladingiz. Meningcha mushuning o'zi bizning hayotimizning bir maqsadi. Siz yolg'iz idorangizga minnatdor emas. Siz o'zingizning san'at bilan bog'langanligingizga intayin baxtiyorlik hissiyotingizni ifodalayapsiz. Uningga bakmi minnatdor. Endiki mesele sizni jamiyatning tushunishida, tomoshabinlarning qo'llashida. Bu sizning orzuyingiz. O'zingizning qimmatingizni siz san'at orqali kishilarning qo'llashi bilan yarata olasiz. Shunga bu masalada meningcha mushay qatnashgan barliq ko'rarmanlar yoki mush faoliyatning ishtirokchilari hammasi sizni qo'llaydi. Rahmat. Siz bayatın o'zingizning ahvolini degan vaqtda bir narsani dedingiz. Apingiz qazo qilib ketib, uzoq o'tmay tuvanga tushib janob berib, bir haftalik xizmat munosabatini berib keldim deb. O'zingiz ashundan bir pushaymon qildigan ish bormi, yo'qmi? Pushaymon qilgan ishim yo'q, chunki opam jon uzish oldida meni burundan kasbimni qo'llaydi. Mushu idoram kasbimdan qat'iy ayrilma, chunki mushu idoram keyingi kunlikda assan asqatudi degan. Deymizmi, men yolg'iz vaqtida qiyinchilik uchirganda mushu idoram asqat. Bir inson uchun ondan ayrilishdan ortiq azob yo'q dunyoda. Men shunda qarayman. Ota-onadan ortiq gülenchimiz yo'q ekan bu dunyoda. Endi Bug'da doktorxonasininki bayon so'rgan savolda shundaq bir maqsad bo'lishi mumkin. Endi onangizdan ayrilgandan keyingi shu ig'ir azob oqibatni bir haftadan keyingi shu san'at hayotingiz bilan xushallikqa aylantira oldingizmi demoqchimi? To'g'ri, men yana bir narsani demoqchi. Demak, shu ish orqali balkim ko'ngilda bir xil ashunga nisbatan boshqalarning tushunishini, qo'llashini bir umid qilgan ashundaq bir talab bor deb o'yladim. Demak, bugungi sahnaga chiqishim u tomoshabinlarningki o'zining qilayotgan kasbini, o'ziga bo'lgan qo'llashini bir tushungan, menga nisbatan shunday bir tirishchiligim bir yaxshi natija bergan, mo'ylashtirgan degan bir umidni men his qildim-ku. Demak, sizning ahvolingizda bizning nurg'un san'atkorlarimiz yuzga berayotgan narsa bo'lishi mumkin. Demak, xalqimizning qo'llashi, undan boshqa bir muayyanlashtirishi degandek bir narsaga erishishni arzu qilishni iborat bir istak. Demak, sizningki o'z kasbingizga bo'lgan qiziqishligingiz, o'z xizmatingizga bo'lgan bundaq mas'uliyatchanligingiz bu cho'qim yaxshi natija berdi. Har qanday bir korxona, har qanday bir xizmat o'rni bundaq o'z kasbini qizg'in suydigan, shu korxona, shu xizmat o'rniga bizni atigan bundaq xodimlarga mangu muhtoj. Menimcha shu san'at orqali men barliq qayg'u-hasratlarimni orqamga tashlab O'zingiz deganga o'xshash umidvorlik bilan, tirishchanlik bilan olg'a qarab davomli yurib ketding. Demak, sizning orzuyingiz hozir reallikqa aylanib bo'ldi. Shirin Tush programmasi orqali arzular reallikqa aylangusi. Sizni tabriklayman. Go'zal arzu armonlaringiz davomli reallik aylangusi. Rahmat sizga.
Özünün kəsbə, xizmətə bolğan qızğın muhabbətini şerin tuş səhnəsi arqılıq ifadələməkçi bolğan Xurşidə proqramımızda şerin tuşlarını əməl qaşırdı. Şundaqla naq meydandakı əziz mehmanlar, karxanaçılar və tamaşaçılarının qo'llashiga, e'tirof qilishiga erishdi. Biz bu mahirning kasbiy hayotida texim zo'r utuqlarni qo'lga keltirishiga tilakdoshmiz. Şerin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylanadi. Şinjan İxlas Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik Şirkəti İxlas Şerin Tuş proqramımız arqılıq şerin tuşlarınızı əməlgə aşırışqa həm Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Siz xush kelibsiz. Men aytganli xush kelgan. Hamma degan ko'rgan sizni. Deyishdim ko'rgan necha qatam. Şerin tush sahnamizni qaynam tashqiliq cho'mdirib o'tdingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, o'zingiz kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Men Qashqar Konshar noya Bolaqsuv yeza 9-kanat 7-maldan Abdurim Rahmon Sahroyi bo'laman. Nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Men raskab qilsam san'at bilan shug'ullanaman. Qardixonning bolasi o'zim Qardixon. San'atga bo'lgan ishtiyoqim tug'ilishdan bo'lib ketgan desam, bak oshirib o'tgan bo'laman. Boshlang'ich maktabniki 2-sinf 3-sinfdan tortib boshlang'ich maktab shu yalang'oq chiqqan sandiki ishlar hozirgidek esimda bor. 3-4 yilning oldida tushimdagi Abdukarim Ablayev degan so'zini yezib, ma'lida o'ttir maktabida konsulata san'at nomer o'rlab, choydan mukofoti, kestiring mukofotiga erishib, shu yerda shunda bola bo'lgandan oxir Abdukarim akam bilan mana yaxshi niyatli odamlarniki tanishtirish bilan tanishdim. 2010-yil zamon san'at kechiligida Meyib degan etotga qatnashtirib, 34 maydan o'yinni birga qo'yg'icha bizni elib berib, bizni tarbiyalab, sahnaga chiqib chiqishni o'rgatib, nurg'un jafolarni, ajrlarni singdirib, shu sahnaga chiqib, keng xalqimizda yuz ko'rsatgan. Ko'pchilikning esi keldi-ya. Abdukarim akam bo'yi egiz olgan bilan, bo'yni to'van, uyi egiz olgan bilan ko'ngli bilan odam ekan. Rahmat Abdukarim akam. Arzuyum shu o'zimning ustida, Konshar Naysda yoki Qashqarda bir kechilik o'tkazaman. O'tkazish arzuyim bor. Chiqib aytganda sizning arzuyingiz dehqonlar idot, naqshi usul kechiligi o'tkazish, shundaqmi? Shundoq. Unda bizningki aziz mehmonlarimiz va korxonchilarimizning nimalar deydiganligini bir anglab baqaylik. Siz mush kechilikni qanday loyildingiz bira plan pishib bitildimi qaldingizlar demoqchi. Loyilagan pishib bitildi. Yezimizda, nayimizda dehqon etotchilar va usulchilar va naqshchilar va shu naqshlarni tashkillab, etot naqshni aralashtirib, xayri tog'larimiz va bizningki shularni aralashtirma. Shu bir qitim kechilik o'tkazishli maqsadmi hamda shuni masalan o'tkazib berdikmi deylik masalan. Eng oxiri erishmoqchi bo'lgan maqsad hamda asos tashviqot qilishmi yoki bo'lmasa uzun mezgilli bir planmi bu? Endi shu bir qitimliq kechilik o'tkazib o'zimniki san'atga bo'lgan hissiyat shu ortiqchiliklarni joriy qildirish, endi mush dehqon qamdoshlarimga eng muhimi shu haqsiz kechilikdan huzurlantirib, ma'naviy jihatda shularni bir xush qilish. Unda bo'lsa biz bir faoliyatni tushganligini paranglashib baqaylik. Agar o'rtaqlasha olsak biz bir plan bor shu. Fikrlashib baqaylik. Agar ideyamiz bir yerga kelsa, hamkorlashsak bo'ladi. Ma'qul vaqt. Qanundaqda tush markaziga marhamat. Şerin tush arzu armanlar reallikqa aylangusi.
5, 4, 3, 2, 1. Rahmat. Karxanchilarimiz 30 numur, jami 147. To'lma afsus. Bugun Shirin Shows amalga oshirishga erishmay qoldi. Lekin sizning shu go'zal arzu armonlaringizning cho'qim amalga oshirganligiga ishonchimiz komil. Bizningki jafokash dehqonlarimiz uchun qilgan barliq ajringizga rahmat aytamiz. Xushallik tilaymiz sizga. Rahmat. Dehqon qarindoshlarning xushalliqi va o'z yaxshi ko'radigan kasbga bo'lgan muhabbati bilan sahnaga chiqqan bu mohirimiz tomoshabinlarning kayfiyatini texim yuqori ko'tardi. Gerçi uning shirin tushi amalga oshmagan bo'lsa-mu, lekin u o'z g'oyasi uchun davomli kurash qilishga huquqli. Dehqon qarindoshlarga salomimizni yetkazing adreyim. Shirin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylandi. Şinjan İxlas Kasbiy Taraqqiyot Cheklik Sherikti İxlas Shirin tush programmasi orqali shirin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni sifatlik mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tikilgan Şinjan Sabiylar Kasbiy Taraqqiyot Cheklik Sherikti alohida talab qilgan. Tibobatchilik sog'lomlik sohasida davlat marka yaratish yo'lida to'xtamay istinayotgan Şinjan Loqman Akil Biotexnik Cheklik Sherikti hamkorlashgan Shirin tush programmasi nazaringlarda bo'lgan. Assalomu alaykum mihrali ko'rmanlar va nahmayda kitob ochibullar Qarxanchi ustozlar yaxshimisizlar? Mening ismim Dilshod Sultan, bu yil 19 yosh. Qadim bo'lma. Mening eng chong aloyikim bo'lsa, bir narsani kashf qilish va yoki o'zgartirish. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bu yerda to'qachilg'ich, ustachirg'i, telefon, tizginlik qatorliqlar bor. Bularning eng asosiy aloyligi hammasi bir batareyaga markazlashgan. Bularning to'qachilash vaqti 3-4 kun atrofida bo'ldi. To'qashi vaqti intayin tez. Bu bilan intayin kichik kashfiyotlarimdan birisi. Va yerda masalaga ko'rsatmoqchi bo'lganim, mana bu mening necha kelishdan 3 kun burun yasab chiqqan loyihaim bo'ldi. Bundan qarmoq intayin bir oddiydek ko'rindi. Amaliyotdan bek oddiy. Mushu uskunni yasab chiqa olsam men bir yoqdan pokizlab, bir yoqdan qurtib chiqirdi. Buning ishinim intayin yuqori bo'ldi. Bu birinchisi. Mana bu to'xmur, buna aloqa sumirish tezlik intayin yuqorida energiya tejaydi. Mana bu bo'lsa, mening mishalga yozgan narsalarimning yig'inchoqlangan rasmi. Asli men buni bir raqam kompyuterlar sizib, hamma to'q yo'llarni, to'q besimlarni, ham o'lchamlar ko'rinishlarini sizib chiqargandim. Biroq afsus, uning oilaning iqtisodiy va ma'lum bir sabablar tufaylidan men bo'lolmay qoldi. Mana bu mening kelgusida bir ay cho'yat ishlab qolsam, shu yerga kelib qolsam, bu yasmoqchi bo'lgan mening aeroplanim bo'ldi. Sizlar balkim buni ko'rgancha intayin bir oddiylik ko'rindi. Xuddi bir tarozideklam. Men shu tarozining prinsipini foydalandim. Masalan, bu 60 graduslik tog' bag'ri har qanday yerga tushsa, ya'ni shunda tampon olib tura oladi. Buni asos o'ylab yasab chiqqan o'rnim bo'lsa, masalan, bizning nilqa yer maydon cho'ng, terg'o'ya ko'p, u yana sug'urish, dehqonchilik to'g'ri chechish uchun traktorlar kirdi. Biroq traktorlar kirsa, ba'zi bir o'smagan dast o'tadi. Bu ushqan chog'da haydash intayin qulaylikda, to'g'ridan chechish bo'lsin va yoki boshqa ishlar bo'lsin, shuni mish qiladi. Xuddi mening tasavvurimcha bo'lganchada xuddi qushqashlardeklam deb tasavvur qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Samsiyada. Sizga asl riyosatchim kerak emas-ku. O'zi shundaqmi yaxshi roman o'zini tushuntirib, maqsadini bildirib, shundaq yaxshi apmang deya, men tartibni. Shunda o'zim gap qistirib qo'yay, inim qancha yosh kirdingiz? Bu yil 19 yosh kirdim. Nimda cho'ng ishlarni qilyaptingiz deyman, bu Sizlarda men bunda bir gapni qistirib qo'yish loyiq topdim. Mening bir adam bo'ldi. Shu men 2014-yil imtihon berdim. Imtihon berib Sanjidagi Yezilik universitetiga o'tdim. Biroq men o'qimadim. Biroq men o'qisam, adam o'qisiz qoldi. Men adamni o'qitish uchun men jafo chekdim desam bo'ldi. Naqada ishlab yurib, adamni o'qitdim desam bo'ldi. Balki buni adam bilmasligi mumkin o'sha turib. Shu sababdan men shu G'o'ljat ish texnikalar maktabida
bir do'stimni tanishtirdim, shu yerda o'qidim, hozir shu maktabda o'qib, intayin tirishdim. Malimdan ruxsat so'rab keldim, ishga malim intayin qo'llayotdi meni. Sen cho'qim qila olgandek arzuyingni amalga oshirgan ishing bo'lsa, malla emas butun shu maktabdan senda bir yordam qilsak bo'ldi degan. Shuning uchun mening eng asosiy arzuyim yig'ib kelganda, men bir shirkatda ishlasam, masalan, Tabassum shirkati o'xshash shirkatlarda ishlasam, shular shu yerda uygansam, uyganash oilamni iqtisodini qandasam, madamni o'qisam, masalan, shu Shinjongdagi ba'zi bir yezilik rayonlarga işte o'zimning qo'limdan kelishcha texnik narsalarni yasab shular bir yordam bersam degan o'yim bor. Bu yigit naytı iqtidorli yigitli bo'lib qolmay, naytı mas'uliyatchan bir yigitgan, oilaga, hadisiga, men erkak deb turib mas'ul bo'lgan bir yigitgan, nayt faxrlandik saqam sizdan. Ya bu iqtidoringizga men shunda qo'l qo'ydim, lekin bu nereden o'rganib oldingiz demakchi? Endi rost gapni qilsam, mening opam burun men tug'ilmasdan, shunaqa bir kiyim-kechak zavod batga shu yer loyihaga uchitgan. Masalan, kiyim kechak baxtsizlab loyilab beradigan dadam bo'lsa, kichik vaqtimda muhta yeziglik mashinalarini haydaymiz, traktor masalan, ashlarni qilib, yerda shu chaqladim, aytmish dadam yordam etdim. Anan lekin dadamlar yo'q chaqlarda uyda aytmish to'klar ketgan chaqda ash to'klarni o'zim yasaydim. Bek suyundim cuma saqam sizdan. Bizningki aziz mehmonlarimiz hayajonlanib turgan o'xshash aqcham. Aziz mehmonlarimiz qanday baholan berdikin bu arzu armonga? Sizningki shu qiyofatingiz ham so'z harakatlaringizdan meningcha hammamiz suyundik. Bizda shunday bir gap bor, balangning o'ynashiga va qizingning qaynashiga deydigan. Garchi siz kichikkina bir 19 yoshlik bir yoshgina bola bo'lsingizmi, ammo cho'ng ishlarni maqsad muddo qilib tirishib o'tibsiz. Birinchidan bir o'g'il balag'ida bo'lishga tegishli jasorat, psixik holat sizda allaqachon yetilib bo'pti. Mushu asosda tirishchilik ko'rsatsangizlar, meningcha sizning istiqbolingiz haqiqatan parlaq bo'ladi. Buningdan nayt suyundik, ham suyundim. Endi mushu ahvol ostida sizning hozirgi orzuyingiz hamda bir ma'lum shirkatda ishlab, hozirgi oilangizningki hamda damalliq bo'layotgan bir iqtisodiy qiyinchilikni yeniklatish bilan birga kelgusidagi o'zingizning mushu sohadagi taraqqiyotingiz uchun bir yo'l asos tiklashdan iborat bir orzuni shirin tushni olib kelibsiz. Sizning tushlaringizning amalga oshishini umid qilamiz. Meningcha bizning shu shirin tushlarini amalga oshirgan bizningki shunday korxonchilarimiz sizni muvaffaq fikr takliflar bilan yordam bilan ta'minlaydi deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Abaytın yaqım gözetken narsalarınızı gördüm. Hakikaten qayıl oldum sizge. Mektepni bitemepsiz. Şunda turulup icat qilish ro'yingiz bek kuchlikken. Bizning shirkatda bu masalan ishlab chiqarish bo'limi deb bir bo'lim bor. Bu bo'limda naq shundaqlik bir narsalarni tadqiq qiladigan bir texnik xodim kamda hozir endi. Naq shuningga mos kelib qoldingiz. Bizning shirkatda ishlagingiz bo'lsa, biz sizni qabul qilamiz. Endi buningda nima texnika bo'ladi deganda, masalan, buni sizni balki hozir oylik zamonlarninki ishlarini ancha-muncha bilasiz, aqchan. Buni masalan Shinjongninki havo klimatiga mos kelmaydigan, masalan, bu bizningki oylik zamonlar ishkir o'yildi, tadqiq qilinib yasaladi-ku, asosiyatdan. Shuning uchun Shinjongninki havo klimatiga mos kelmaydigan birinchidan, masalan, bizda qumburalliq havolar ko'p bo'ladi, Janub Shinjongda. Degandek mushundaq bir yerlarda qiyinchiligimiz bor hozir. Endi siz yoshkansiz. Buningda biz endi sizni ma'lum darajada ishkari o'lka masalan Guangzhou degandek taraqqiy topgan o'lkalarga olib borib, shu yerda balki 3 oy, 4 oy, 5-6 oy sizni taraqqiy qilib akasakmi bo'ladi. Buning yana bo'ldi. Bu yerda balki tabassum bilan ishkaylan talishib qolgandek turmas seni. Mesela bir neçe so'rni so'rsam. Hozir o'qima o'tdim dedim, shundaqmi? Ba'zira shu o'zi texnik ishlamikda mashina Tokioda o'qiyapman. Bizning shirkatmi endi bizniki Lombo mablag' silish ko'royi ostida 7 shirkat bor. 7 bola shirkat bor. Mushu Albi madaniyat taqdi shirkatimi bizning bola shirkatning birisi.
Bizningki onundan sert şu elektr saymanını qiladigan yana bir şirketimiz var. Butkul Jakartaga eksport qilamiz. Yildagi chiqarish mablag'imiz muqada ko'p. Bizning bu mishada shuna elektr saymanlar tarafdan ashning ilmiylarni ichidagi narsalarni tadqiq qilib egallaydigan mushtaq bir bilimimiz bor bizniki mishaning uchun. Hem ishlab chiqarish albatta bizning bu ishkir o'lkada bizning hamda yaqinda şu yangi taraqqiyot rayonidagi Kongshan Shoyan deymiz. Aşı maktablarni birlashib, hamkorlashib qilayotgan bir ishimiz bor. Hamda mening sana deydiganim, hamda berdiganim bo'lsa, yoki bo'lmasa, ya mush Kongshan Shoyan bilan aloqalasak, sening o'qishingni, mush fizikaga, tabiiyatga nayt qiziqib ekansan, mushlarni yaxshi ekansan, mushu o'qishingni butun ko'tarsan. Davamlı oxup mansan, çünkü sen mesela yaş kişikensen, yani ügündiğin bilimlerin yani köp dep oylayman. Moşunu davamlı okusan, bütün yıllık okuş bulunu kötersem, onun nasıl aile turmuşunun bu xaracetinde vatsan, bunu mesela ayrım paranlaşıp o taraftan mağlup etsem sana. Bundan talantı var demli, çıkın bir muntizm marif tebesini kösetküzüp, biz buna bir köz aldığımızda menfaatimiz emas, texmen bir kelgüsümüz için hizmet kıladigan yararlangan adam qilib chiqsak deymiz. Şuna mümkün bo'lsa bu o'yinimiz hozirgi maktabim yaxshi, balki nurg'un narsa o'rgangandi. To'liq o'tirib qayta bir o'qib, imtihon qatnashib, bir oldin qatardagi mushta tadqiqot saviyasi yuqori, ashta sharoit hozirlangan bir maktabga kirib Muştan uzun müsaadeki mesela ayrıpla yasaç deyimiz. Məxsus bir üniversite var Beycan'da. Aşı Beycan Avatsiya Üniversitesi. Aşınıki nurgun tədqiqat orunları var. Eğer ki mən Şincan'dan geldim diyen kitabını okup baksam aşağıda bir uygu ayal işledik gelmiş Avatsiya gayet tədqiqat bölümünde. Demek bizde aşında adam yetişip çıksa biz fakat bir şirket yakın malum bir küçük daire gelmez bir cemiyetdeki mesuliyetini üstümüzge alsak da şuna oylayman. Şuna bu önümüzde birer şirketin birer bilimini işletip ya babamızı açta bir mektebinde taşlap koysak Uygurgun isten bir ısrapçılık olacak bu. Şuna navada toluk oturdum başta bir okup mürüz kişi başta öylep okuyumu muntizimlediğen iti bulap kapılsa bizden şirket elbette bunu okuş bunu götürdü, turmuşu bu cihettima. Hatırlayacağımız Olsa bir okup, özgür bat kanatını tekeme cari kıldırırsa, en yüksek derecede, zor derecede özgün kabiliyetinde cari kıldırıp, halkımızga cevap kaytırırsa. Manda oylayım. Rahmet. Esselamu aleyküm. Golcu selam verimiz golcu çe. Aleyküm assalam. İsam kamni asla bütayli merhum akımızda. Hoş bunday yaxshi gaplar bo'ldi mi adamda? Endi men hozir sizga nima chiqib turmaydi deganda, siz kompyuter bo'lgan bo'lsa, men shuni sizatdim dedingiz emasmi? Ha, bo'ldi. Men bir kompyuterni men apirayman sizga ayta. Meni sizga qilig'inim shu endi. Undan boshqa hamda bo'lsa hamda maktabda til tarbiyalash jihatda, kompyuter o'rganish jihatda masalan, bilim oshirgan moddiy ma'lumotsingiz, bizning maktabimizda har iqtidorli yaxshi muallimlar bor. Biz til ve kompüter texnikası bo'yicha sizni tarbiyalasak tamamen bo'ladi-chu. Biz bu jihatga orzuyingizni biz amalga oshirsak bo'ladi. Shunday rahmat. Rahmat. Sizni rost gapni qilsam, mening matalashqim keldi-chu. Endi Yusufjonning tabassum shirkati sizga tushdi ekan, sizning kasbingizga. To'g'ri. Yana birga Intel shirkatidagi Ablat muallim sizga bir qo'l kompyuter Epirdiqallıqqa va'da qildi. Bo'ldi, rahmat. Kompyuterni Ablat muallim sovg'a qilib, bizning shirkat kelib ishlasangiz tez to'g'ri bo'lmag'idek. Shunga bizning shirkat Sanjida, baş şirket Örümçi'de Sanji Sabila Yemeklik Çeklik şirketimiz Sanji Kesbet Taraqqiyot rayoniga 50 milyon yuan mablag' silib bir zavod qo'ygan. Buning uskunasi bizning tayyor chöp ishlab chiqarish uskunasimiz Yaponiyaning. Buni 1-oyning 5-idan boshlab qurashtirish boshlamoqchi. Demak, dal sizdek bir ashu boshqurishga
üskünü başqurishqa ehtiyojliq bir xodim lozimdi-da bizning shirkatga. Shunga bizning shirkatga kelish xohlasangiz, kompyuterni men epasam, sizni mo ishlatib qolsam. Bulamda boshqa korxonchilar. O'smir, yosh bizning korxonchilarimizni ta'sirlantirdi. Men korxonchilarning hozirgi fikrlaridan ta'sirlanib ketdim. Bizning korxonchilarimiz nima degan yaxshi, nima degan oq ko'ngil, bag'ri yumshoq. Shuning bilan birga o'zining millatining tezroq ro'naq tepishi, gullab taraqqiy qilishiga shunchalik tashna ekan bizning korxonchilarimiz. Endi Dilshotning ashsizgan ash rasmlari, mundaq aeroplan, mundaq chiqpallasiz alaydi. Chiqpallasiz alaydi. Men ayt konu ma'lum qarang. Anikin hozirgi yasagan modellari, ixtirolari bularmi bek alomat narsa emas. Lekin bu Dilshotning korxonchilarni qiziqtirgan narsa mushundaq ko'p bolalar mushunda ishda mashg'ul bo'lmaydi hozir maktabda o'qiyotgan bolalar. Bular shu ma'lum degan gapni qiladi yoki qilmaydi. Tayyorlar narsalar bilan shug'ullandi. Bir mundaq bir tavakkul qiladigan, yengillik yaratadigan mundaq ruh kam bo'lgan sharoitda Dilshotsiz ma'u bo'shliqdan foydalanib bizning korxonchilarimizni ta'sirlantirdingiz. Amaliyot siz alomat ish qilmadingiz. Endi siz bir konkret bir odamga nisbatan aytgan chaqda mush korxonchilar mush yordam qilganligidan keyin siz endi chiqqandan keyin qanday qilsiz? Bu siz uchun bir sinov. Men shuning qiziqaman. To'g'ri. Xil foydalimi? Bugun men chiqiblar she'rin tush degan programma tizimlat qilib yaxshi o'pdi-ku. Xilichi odamlar men unda qildigan bo'ldi deb kessingiz tugaysiz shuni oldi. To'g'ri. Agar sizda haqiqatan ashunda gin bo'lsa, ashunda bir cho'ng ishlarni qilish maqsadingiz bo'lsa, biz uni keyin ko'ramiz. U vaqtda bizning korxonchilarimiz sizni tig'imi qo'llaydi. Aningdan keyin mau programma yalnız bir odamning, ikki odamning qiyinchiligini hal qiladigan programma emas. To'g'ri. Biz mau televizordan foydalanib, mush mediadan foydalanib, minglagan tumanlagan bizning o'smirlarimiz, yoshlarimiz, xalqimizni tarbiyalaymiz. Sizning mush bugungi ifodangiz korxonchilarning bugungi pozitsiyasi nurg'un odamlarga tarbiya bo'ldi. Biz mush nuqtadan o'ylagan chaqda programmani bir igizroq bir yerda turib yetaklasak bo'ldi ekan deb o'ylab qoldim. Yana birisi xalqimizni qayoqqa boshlaymiz degan narsa. Rahmat. Nimalarni amaliy ish qilgan ishingizni ko'rsatib berdigan? Amaliy ish qilgan narsamda misol bir iqror qilib ko'rib baqsaq bo'ldi. Bu ham mototsikl bo'ldi. Bo'ldi ko'rib baqaylamsa. Mena bu akam bo'ldi. Bunu ben yazdım demeydiğansınız. Siz yazgan mı? Yok, ben yazgan. Mesela bunun, sizler dikkat qilgan bo'lsanglar mumkin, bunun chaqi sal cho'ng'i deyman. Bu kichikroq taksichilar mashinalari bor, shuni keyingi chaqi bo'ldi. Uning keyinning to'rmasi odat Yamaha motorining may to'rmasi ishlatgan. Buning motori Zongshin motor bor, shuni ishlatgan 125 lik. Buning eng cho'ng ortiqchiligi bo'lsa, intayin kuchli tog'larım shunda Himal chiqib ketadi. Garchi bu yer yuzidan sal pakab qasmi, lekin intayin qulaylikda u yiqilgan ajiydi. Keyinchaplar alçaq o'xshamaydi yana. O'xshamaydi. Qolgan yerlarini qanday yasab olgansiz? Qolgan yerlari amaliyotda mushdan mesela motor bilgan bolalar bo'lishiga yaxshi qarasa, buni may baki, mesela taqib sakirtilgan motorning baki bo'ldi. Ha. Bu intayin cho'ng chiqib mena bir faxrlangan bilsam bo'ldi o'zimcha endi. Bas. Undan sonra davamlıq tırırsınız buldu ki, Fukam, şunaq yaxşı nəticələrini qoyub keltiribsiz. Undaqda tuş mərkəzimizə mərhəmət. Şerin düşləriniz reallıqqa aylanğısı. 5, 4, 3, 2,
1. Xo'sh, Tarxanchilar. To'liq numar 110 shundaq bo'lganda jami numaringiz 247 muborak bo'lsin. Shirin tush sahnimizda shirin tush, shirin orzular amalga oshdi. Texnik tirishing saqam programma oyoqlashgandan keyin boya siz bilan suhbatlashgan, sizni qo'llashni xohlaydigan shirkatlar bilan o'zingiz aloqalashib, xohlagan shirkat bilan hamkorlashsangiz bo'ladi. Endi 19 yoshga kirgan bu yigit o'zining talant va kashfiyotlari bilan yangicha taraqqiyot postiga erishdi. Uning oilasi va qarindoshi uchun to'lagan badallari ko'pchilikni ta'sirlantirdi. Programma guruhimiz Dilshodjonning kelgusida texnik qaltis kashfiyotlari bilan maydonga chiqadiganligiga ishonadi. Shirin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikka aylanadi. Şinjan İxlas Kasbiy Taraqqiyot Cheklik Şirkati İxlas Shirin tush programmasi orqali shirin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Qadrli tomoshabin do'stlar, sizlar balkim meyib degan bu so'zni anglaganingizlarda gahida ko'ziga qar ko'zoynak taqib, amdi oyog'i chiqqan kichik bolalarga o'xshash boshqalarning yetilishi orqali ostiqni tamtilab mengayotgan. Gayda chaqliq o'rindiqlarga, qo'sh haslarga tayinib, qiynalib yo'l yurayotgan. Va yoki qo'l ishoratlari orqali o'z maqsadlarini tushuntirayotgan mana shunday kishilar namoyon bo'lishi. Ularning ba'zilariga nisbatan ich og'ritish tuyg'usi paydo bo'lishi, ba'zilariga nisbatan kamsitish, masxara qilish tuyg'usi, yana ba'zilariga hayron bo'lish, ajablanish tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Biz sizlar ko'rgan va anglaganingizlarga o'xshash ba'zilarimiz jahon go'zalligini ko'rishdan mahrum qolganlar. Yana ba'zilarimiz olam saynasida sayyoh bo'lolmaydiganlar. Ba'zilarimiz boshqalarga o'xshash shirin tatliq, tong sig'iy so'zlarni qilolmaydigan, anlayolmaydigan hamda boshqalardek jismoniy jihatdan bejirim kishilardan emasmiz. Lekin bizning qalbimiz Tangridagi cho'qqisidagi qardek oq ham pok. Lekin rahimsiz reallik bizni yanada shirin xayollar qaynimidan qaytirib chiqib, rahimsizlarcha miskinlikchilarga opirib tashlaydi. Biz gerçi ko'rolmasakmi, barliq go'zalliklarni ko'ralgidik va ularga oshqona nazar tashlayolgidik qalb ko'zini. Barliq jafolarni yengolgidik ruhiy jasoratni, tatliq shivirlashlarni anglayolgidik nozik qalb tuyg'usini ato qildi. Isil fazilatli kishilarning illiq bag'riga tortishi orqali biz meyiblar yeni bir qatim o'rnimizdan turib, qaddimizni qaytirib ro'sladik. Şunu biz bar ovozimiz bilan bütün dunyoga va barliq kishilarga shundoq deyalaymiz-ki, bizning qalbimiz hargiz meyib emas. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Rahmat. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men Turpan To'qsundan Nazokat. Nazokat hozir yiningizga bir ustal olib chiqib qo'yildi ya. Sizning arzu armonlaringizning mush ustalligi, mush chiroyliq buyumlar bilan munosabati bormi? Qanday deb o'ylab qoldim-ku? Bormi? Qani, anglab boqaylik. Bu biz meyiplar qilgan qo'lhunar buyumlari. Men chiqish yo'li topolmay, mush sehn orqali o'z orzuyimni amalga oshiray deb keldim. Ha, demak siz shirin tush sahnasi orqali mahsulotlaringizga xaridor izlamoqchi, shundaqmi? Shundaq. Unda bu qo'lhunar buyumlari
Muşinchilikmi yoki yana jiqmi? Buningdimi jiq? Siz hozir buguncha mush mahsulotlarni ko'pchilik tunishtirib, xaridor izlab baqay deb keldingiz, shundaqmi? Shundoq. Ko'rib baqaylimi amsa? Ko'rib baqaylik. Nagardan shaya? Ha. Voy, nimda chiroyliq. Voy. Bu 36 yangi majanni qilgan, o'zim qo'limda qilgan mahsulot. Qanchalik majanda? 36 xil majan. 36 xil majanni qilgan. Majanga undan so'ng masalan agar naq maydonda oldiganlar chiqib qolsa setyapti hozirlar. Sotimiz. Maylimi? Sotimizda qo'ying. Buni qancha pulga sotsak bo'lar? 6000. 6000 yuan xalq puli ya. Endi maulachu, malan ko'rib baqaylik afkam. Keling, bir ichib baqaylik. Buni ko'z ko'rmaydigan qiz do'stimiz yengni kiyib o'tkazpayganda bir mang'amaydigan yana bir do'stimiz bilan uchimiz 3 oy o'tirib bitkazgan. Chiroyli chiqibdi. Qanchalik ajr singanligini qarab bilgili bo'ladi, ha, shundoq. O'zinglarning mush amaliy sharoitinglarda mushinchilik bir asarni chiqarganinglar haqiqatan odamni baq qoyil qildi-jimu. Buning bahasi taxminan qancha pul bo'lar? 10 ming qo'y bo'lar. 10 ming qo'y bo'lar. Endi qaqalarni tez-tez bir ko'rib baqaylik. Vay. Buni opam bilan ishimiz 6 oyda bitkazdik. Ha. 82 xil yeb. 82 xil yeb. Bumi bir qancha pullar? Bumi 10 minglar bo'lar. Shu mayiblar o'tirsak o'tirganmiz, kun kech qilmoqmek tez. Shu bu narsani qilishalik hammamiz bizning uyga yig'ilib o'tirib qilamiz. Opam tamoq qilib berdi, uning bek ko'ngilli bo'ldi. Unda bo'lsa, sizning orzungiz xaridor tepish. O yo'l etish. Xaridor tepish yoki mush setib chiqarishning yo'llarini tepish shundaqmi? Unda bo'lsa, bizning korxonchilarimiz sizga qanday yo'l ko'rsatdi ekan bir anglab baqaylik. Korxonchilarimiz sizga qanday yo'l ko'rsatdi ekan bir anglab baqaylik. Sizga maslahatim, agar shu do'stlaringiz o'zingizning atrofidagilar masalan sizlarda o'shdan bilak beshingizga kelgan chiroyli to'plarga o'xshash o'zimizning milliy bo'lsindiki o'shda qanday ishlar ko'nglik yoki do'plar to'qiydigan ish bo'lib qolsa bir ko'rishib hamkorlashib baqsaq degan umiddaman. Beshimdagi do'ppini o'zim keshtirgan. Shuni so'ramoqchi. Biz saqadimlar qilolmaydigan narsalarni, qimmat bog'liq narsalarni to'qib bashinchilik bitkizibsiz. Muborak bo'lsin. Sizni hargiz mayib demaymiz. Qashqar, Hayitgoh maydoniga joylashgan ixlos tanlov bozori bizning bo'ladi. Tanlov bozoriga mos keladigan buyumlaringizdan bir turkum men tanlab, tanlov bozorimga selib, setib beray. Biz bu şirketki qizlarniki mustaqillikka bir taş kim deb başlıqçı. Qizlar başqa gidek. Agar kimlarni aytaloylik qila olsanglar, kashlayalarsanglar, shular bir xizmat formasi qilib bersak. Supadan foydalanib, endi men bir muxbir, uning keyin operator avatib, sizlarning amaliy ahvolinglarni, turmushinglarni yaxshi qilib bir tashviqot film ishlab, ham internetda tashviq qilish hamda shu ishlagan narsalarning hammasini men internetda bir keng doirada tashviq qilib beray. Shunda balkim yaxshi xaridorlarni topa olishinglar mumkin. Rahmat. Agarda xohlasangiz mahsulotlaringizni bizning Intel madaniyat shirkatimizga o'tkazib bersangiz, biz setilgan aman bunun hech qanday foyda manfaat erishishni asosiy maqsad qilmay, sizga setib berishni asos qilib, mahsulotingizni biz setib bersak bo'ldi. Rahmat. Do'stlarim vakolatan hammanglarga rahmat. Bizdeki Intel madaniyat shirkatimiz bayamqi tozning surtishi degan rasmni mushu singlimizga yordam qilish yuzidan 10 ming yuanga setib olay. Rahmat. Bizning nazarimizdagi
ruhiy jihatdan hargiz meyiplikqa kirmaydigan shu suyimli qarindoshlarimizga salomimizni yetkazib qo'ying. Bulamdi? Ularni bugun sizdan bek taxirlandi bugun. Sherin tushlar reallikqa aylang'isi. Sizning sherin tushingiz bugun reallikqa aylandi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Acayip nefis qo'l hunar buyumlarini elib sahnamizga chiqqan Nazokat o'zining shirin tushlarini amalga oshirdi. Naq maydondagi korxonchilarimiz uning g'ayratiga opirin o'qidi va egilik tiklash yo'llarini kengaytdi. Chaqliq o'rindiqi bilan parvozga intilayotgan bu jasur qiz hargizmo meyib emas. G'ayrat qiling Nazokat. Do'stlaringizga salom ayting. Ravabin çaranglaydı bala tarisi altı ayamiki tarisi altı ayamiki toyimiz kısıp ketti bala kalbimiz yalkın amikin toyimiz kızıp ketti anar gül bala kalbimiz yalkın amikin lay la 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 lay 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 Ishkepsiz. Qarşalımız. Bir tunishib olaylik siz bilan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, korxonchi qarindoshlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, ili o'g'li Yusuf Nabiydan hammanglarga o'tib salom. Men o'zim 2012-yili Shidab pedagogik universitetini bitirib, hozir Qo'lshahar Dadamda o'tir maktabda musiqa o'qituvchilik bilan shug'ullanyapman. Assalomu alaykum. Musiqa bilan san'at bilan bir aloqadagi his qildim. Shuni yaxshi aytdingiz-da, Naqshbek. Rahmat. Xo'sh, unda arzuyingizni anglaylik. Arzuyim bo'lsa, yerib charchiganda. O'qituvchi. Ama fikrlash jarayonida ham shu uydagilarning ayolimniki, shu maktabniki sharoiti haqiqatan bir ancha sharoitning to'g'risini gap qilib qoldi-ku. Shuning bilan men shu o'zim necha bir qitim berib ziyorat qilish jarayonida haqiqatan uydagilarimning degandami bakarak maktabniki sharoiti haqiqatan bir nacharligini his qilib ko'rdim. Shu program orqali bir ozroq bir shu maktabga yordam qilish istek qo'zg'alib qoldi o'zimda. Undan so'ng u bolalarimiz uchun konkret qanday yordam qilish, qaysi jihatdan yordam qilishni o'ylash vaqtingizmi? Maktabda shu bir yasli sinfdan birsi bor. Undan keyin boshlang'ich birinchilikdan bir sinf bor. Ashtaqa jami 6 yillik borda, 7 sinf bor. Şöyle qalb sinflar ko'p fasliq o'qitish kunisiga har bir sinfga birdan. Bu ko'p fasliq o'qitish uskunasi degan Elki domiti deymiz, elki kompüter, onun keyin surat, ekran, ma'lumotlar qilgan deymiz, elki masalan dars nimlari bilan kirib bevosita dars ustida mashg'ul deb o'ylagandim. U uskuni qancha pulga surishtirib vaqtingizmi? Men u uskuni surishtirmadim, endi bunday isaq televizor bo'ladi, onun keyin kompüter,
Şu anda onu tek hesaplab bakmadım. Endi o'qituvchining g'ami yana o'quvchida bo'ladi ekan. Sizning orzuyingiz yana shu suyimli o'quvchilar bilan bog'langan ekan. Hozir eng boshda bizningki baholg'uchilarimizning va korxonchilarimizning nima deydiganligini anglab boqaylik. Bu arzu naytı ehmiyetlik bir tushgan. Men to'liq qo'llayman. Naqshini mo shunda yaxshi aytdingiz. Men naqshlarni bog'lab unda salohiyatga ega emas. Endi mening bir o'quvchimninki maktabdan ayrilib asos qatlamda ma'lum bo'lganligidan, yana kelib ma'lum bo'lgandimi, yaramliq ma'lum bo'lganligidan san'atni biladigan, san'atni tushunadigan, yaxshi o'rnay oladigan, san'atning gapini qiladigan, odam tarbiyalashni ko'zlaydigan bir o'qituvchi bo'lganligidan ben xush oldum. Endi hamma ishni biz qilib olmaymiz. Bizning bu shogirdlarimizning tirishchanligi bilan biz maqsadimizga yetimiz, tushishimizni reallik aylantiramiz. Men bu haqiqatni pek to'g'ri tushunaman. Sizga rahmat. Yani ki sizning shu maktabning g'amini qilayotganligingizga men pek xush oldum. Endi bizning korxonchilarimiz men ishchiman, sizga yordam qiladi cho'qim. Chunki bu ahamiyatli bir taklif. Zamonaviy o'qitish, ma'rif uskunalari orqali shu G'o'lji shahridan 50-40 kilometr jiroqlikdagi shu maktab, shu bir orliqni kichikiltishni emas, mushu odamlarning ma'rif ko'ngli bildiganligini, korxonchilarning ma'rif ko'ngli bildiganligini, mushundaq bir xil ko'ngilni o'quvchilaringizga yetkazmoqchi. Menimcha sizning orzuyingiz reallikka aylanishga tegishli. Rahmat sizga. Rahmat ma'lum. Kasbimiz o'xshashgan men bir o'qituvchi. Bizning yezi maktab fidoyilarida bir fidoyilar qo'shinimiz bor. Bu Shamsiyadan shu fidoyilar qo'shinimizdan bir aktiv ishtirokchilarining biri. Endi bu yezi maktab fidoyilarining qildigan ishi butun yezidagi chet yoqa rayonlardagi mushtaq yezdagi maktablardagi o'quvchilarning qanday qiyinchilik qilib qolsa shularga shu qiyinchilikni hal qilib berishni asos maqsad qilgan. Agarda siz shu bolalarning sonini ehtiyoj bo'lgan narsalarni hammani menga ta'minlab bersangiz, men bizningki alohida xayr saxovat atirdi bo'lsin, mayli yezi maktab fidoyilari bo'lsin, nurg'ulg'an yaxshi saxovat tashkilotlarimiz qurilyapti. Shular orqali bu qiyinchilikni tamoman hal qilib ketishga men yetakchilik qila olaman deb o'ylayman. Agar xohlasangiz, mushu masalani men ustimga olsam, Shamsiyadan bilan ishimiz o'zaro masalashib, mush qiyinchilikni biz hal qilsak tamoman bo'ladi. Rahmat korxonchi ustozlarga, bog'lovchilarga. Bu maktab 86-yili qurilgan maktabga jami 186 nafar o'quvchi ekan. O'qituvchilardan 18 nafar o'qituvchi bor. Fursat bo'lsa bu maktabga berib, bolalar bilan ko'rishib kelamiz a. Rahmat tamom. Gap so'zlaringizdan oldin nihoyatda yaxshi ish qilib o'tibsiz. Bizning bir maslahatimiz maskab qolgandekmi qiladi. Menda bir jahon ayniki degan bir televizor bor. Bu televizor hem kompyuter hem televizor. Men ham hozir o'yladim, agar siz nima qilsangiz, men bir tal sizga avatib bir baqay. Agar maskagidek bo'lsa sizlarga, ham simsiz mauslari ham simsiz uninki. Bu maskali ekan desangiz, biz balkim o'quvchilarga boradigan vaqtlarga to'g'ri keltirib, maktabingizni bir yo'qlagach, boshqa sinflarga biz biroqla o'rin tug'sak bo'ladi. Agar maskamigidek desangiz, shu biri bilan shuni ishlatib, boshqa to'liq qilsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Rahmat. Nəhayət yaxşı niyət, yaxşı məqsədlər bilan kelibsiz. Qarşı almız, həm də müşnaq niyetinizə apırın. Həm də mənim deyəcəyim, bu aldığan nərsini siz mo iniq özünüz mo tazini bilməydiksiniz. Həm mən həm də sizlərlə bu sizdə vatqan bu məktəbə bir 10 min yuan yardım qilish məqsədi bildim. Rahmat. Rahmat. İnimiz şiirin gücüne kepti. Dünyadaki xalqning hammasi taraqqiyot bosqichida ma'rifga tayinli, ilmga tayinli, bilimga tayinli. Buni ustiga bu inimiz o'zi muallim, ayoli muallim va san'at madaniyatchi ekan. Shu sababdan bizni ilmga, bilimga boshlash uchun bir ma'rif sepiga kirishga, mushuningga bir nuqta bo'lish uchun, sabab bo'lish uchun mushu she'rin tush sanasi keldi. Men mush sababdan mushu inimizning qadimiga rahmat aytib, shirkat nomidan 5 ming yuan berishga qo'shildim. Rahmat. Undaqda tush markazimizga
Marhamat, shirin tushlar, reallik aylang'isi. Rahmat. Karxanchilarimiz bilet tashlasa bo'ladi. Jami 221 numar muborak bo'lsin. Shirin tushlar, reallikqa aylang'isi muborak bo'lsin. Rahmat. O'qituvchilikdan iborat sharafli xizmat bilan shug'ullanayotgan bu mohirimiz Jiroq yezi maktablarining o'qitish asliyasini yaxshilash umidi bilan sahnaga chiqqan edi. Naq maydondagi shirin tush madadkorlari uningdagi bu shaxsiyatsiz ruhdan qattiq ta'sirlandi va yordamlarini ayimadi. Uning shirin tushi amalga oshdi. Uningdagi kuchli mas'uliyat tuyg'usi va o'zini beg'ishlash ro'yi hammamizning o'rganishiga arziydi. Shirin tush programmasi davomli mayr qabul qildi. Tizimchini xohlaydigan qarindoshlarning ekran ostiga telefon nomeriga va yoki Yovay Novator orqali tizimchini umid qilamiz. Ekranlarga qadrli ko'rmanlar, siz qaysi mayrning arzusini ahamiyatga ega, qimmatga ega deb qarasangiz bir tal bilet tashlashni unutib qolmang. Bilet tashlash usuli bo'lsa, 11 ni yozib, keyingi o'zingiz yoqtirgan mayrning rad nomerini yozib, 106 26 619 ga qisqa uchur qilib yozsangiz bo'ladi. Tafsilotini Yovay Novatori va yoki Karvan Tordan ko'rib oling. Onun başqa yana riyosatchilarning kirimini ta'minlab bergan to'yg'u, to'y girim, to'y suratchiligiga va shunaqa riyosatchilarning kiyimini ta'minlab bergan favori kiyimchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.